Poytaxtimizda Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan bilim va malakalarni baholashda nazariy va amaliy yondashuvlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanning maqsadi baholash tizimini takomillashtirish, xalqaro tajriba va ilg'or yondashuvlarni o'rganish hamda bu borada samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Mazkur yirik ilmiy anjuman O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan, shuningdek Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida bo'lib o'tdi. Anjuman yuqori darajada tashkil etilgan bo'lib, unda ta'lim tizimidagi islohotlar, baholashning xalqaro standartlari, innovatsion yondashuvlar va kelgusidagi hamkorlik istiqbollari haqida so'z bordi. Buni ko'rib turganingizdek, bugungi tadbirda xalqaro miqyosda uchrashuvlar tashkil etilmoqda, xalqaro miqyosda ekspertlar kelmoqda. Bu davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning izchil davomi sifatida ko'rishimiz mumkin. So'nggi paytlarda bir qator abituriyentlarga qulaylik bo'lish uchun yangiliklar amalga oshirildi, ya'ni test sinovlarini o'tkazish tartibi kichik binolardan katta sig'imli binolarga o'tkazildi va to'liq onlayn translyatsiya qilina boshlandi. Test sinovlarini o'tkazish shaffof, adolatli, valid va ishonchli instrumentlar asosida baholanmoqda. Ayni damda biz amalga oshirayotgan ishlar Markaziy Osiyoda juda ko'plab davlatlar havas qiladigan darajada. Ta'kidlash kerak, ushbu anjuman bilim va malakalarni baholash tizimini rivojlantirish, xalqaro tajriba asosida baholash jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish, o'quvchi va talabalarning bilimini adolatli hamda shaffof baholash tizimini shakllantirishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu nufuzli xalqaro anjumanning asosiy maqsadi ham ta'lim sifatini oshirishda baholashning o'rni va rolini chuqur o'rganish, milliy baholash tizimini xalqaro mezonlar bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda yangi metodik yondashuvlar asosida baholashning samaradorligini oshirishdan iborat bo'ldi. Qayd etish lozim, ushbu xalqaro tadbirda yurtimiz olim va mutaxassislaridan tashqari Buyuk Britaniya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi va boshqa mamlakatlardan ekspertlar ham ishtirok etdilar. Men yurtingizda shunga guvoh bo'ldimki, o'quvchi va abituriyentlarni baholash tizimi O'zbekiston va Ozarbayjonda deyarli bir xil ekan. Ammo Buyuk Britaniya tizimi bilan solishtiradigan bo'lsam, Britaniyada abituriyentlardan test olishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan ko'proq foydalaniladi. Bundan tashqari barcha imtihonlar raqamlashtirilgan. Men bugungi ilmiy amaliy konferensiyada Britaniya tajribasi bo'yicha ma'ruza qildim va o'z tajribamni o'rgatayotganimdan xursandman. Lekin aniq ayta olamanki, O'zbekistonning bilim va malakalarini baholash agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni Ozarbayjon tomoni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Agentlikning amalga oshirayotgan ishlari yoshlarni imtihon topshirishida shaffoflik va xolislikni to'liq ta'minlaydi deb ishonaman. Ushbu xalqaro ilmiy amaliy anjuman ta'lim sifatini baholashdagi milliy yondashuvlarni global tajribalar bilan uyg'unlashtirish sari muhim qadam bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Anjuman yakunida eng faol ishtirokchilarga sertifikatlar topshirilib, eng yaxshi taqdimot hamda ilmiy tezislar asosida tayyorlangan maqolalar tahrirdan o'tgach, bilim va malakalarni baholash agentligining axborotnoma ilmiy uslubiy jurnalida e'lon qilinadi. Sardor Mirfuzalov, Jamshid Nishonboyev, Poytaxt.